Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 52-dars. Mavzuyimiz 3 xonali sonlarni ayirish. 25-betni ochsangiz, u yerda bizda 8, 9 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 8 vazifamizni o'qiymiz. Hisoblang deb berilyapti. Bizda 6 ta masalamiz bor. Har bittasini keling ishlab chiqamiz. Bu yerda biz e'tibor bergan bo'lsangiz, mavzumiz endi minusga o'tdi. O'tgan darslarimizda plus qilgan bo'lsak, endi minusga ham yetib keldik. Keling har bittasini yozishni boshlaymiz. Birinchisi bizda 762 minus 245. Shuni hisoblaymiz. 2 dan minus 5 qilib bo'lmaydi. Chunki 2 5imizdan kichikroq. Shunga yonda turgan sondan qarz olib turamiz. Qarz olganimizda tevasiga bitta nuqtani qo'yamiz. Bu degani 6 sonimiz 2 ga 10 ni qo'shadi. 2 miz bizni 12 bo'ladi endi. 12 dan minus 5 qilsak bo'ladi. 12 minus 5 imiz 7 ni beradi. 7 deb yozamiz. 6 miz qarz berganligi uchun o'zi 5 bo'lib qoldi. 5 minus 4 miz bizda 1. 7 minus 2 miz 5 ni beradi. Tushundingizmi? Mana tevadagi agar mana bu nuqtani ko'rayotgan bo'lsangiz, son ustida. Bu degani bu sonimiz yonida turgan songa 10 ni beryapti. Keyingisini ishlaymiz. 981 minus 716. 981 minus 716. Hisoblaymiz. Qarang, yana bir marta. Birimiz 6 dan kichik bo'lyapti. Shunga yondan turgan sondan qarz olamiz, ya'ni 8 dan. 8imiz birimizga 10 ni qo'shadi. Birimiz endi 11 bo'ldi. 11 minus 6 miz hisoblaydigan bo'lsak, 5 ni beradi. Keyingisi endi mana bu yerda 8 imiz endi qarz berganligi uchun o'zi 7 bo'lib qoldi. 7 minus 1imiz 6. 9 minus 7 imiz esa 2. Ya'ni javobi bizda 265. Bilsangiz bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Keyingisi 528. Qani sal baroqa qilib yozaylik, joyimiz bor bizda. 528 minus 375. Ya'ni hamma darsimizni aytib o'tganman, yana bir marta aytib o'taman. Iloji boricha video roligimizni ko'rayotganimizda men bilan birgalikda yozib ketmang. Oldin mana ko'ryapsiz, yoz bo'linda birorta misolimiz, masalan, men yozdim. Videoni pauzaga qo'yib qo'ying va o'zingiz ishlab ko'ring. Ishlab bo'lganingizdan keyin videoni pauzasini qo'yib yuborasiz va men yozayotgani bilan tekshirib olasiz. Shunda siz matematikani ko'chirayotgan emas, ya'ni o'rganayotgan bo'lasiz. Chunki biz asosiy maqsadimiz bu yerda matematika uy vazifasini bajarish emas, matematikani o'rganib olish. Kelishdik, a? Xo'p, hisoblaymiz. 8 minus 5 imiz bizda 3 ni beradi. Tagiga 3 deb yozib qo'yaman. Keyingisi 2 minus 7 turibdi. 2 7 dan kichikroq, shunga yondagi turgan 5 dan qarz olib turamiz. 5 imiz 2 ga 10 ni berdi. Ya'ni mana bu 5 imiz 2 ga 10 ni qo'shyapti. 2 imiz 12 bo'ldi. 12 minus 7 imiz 5 bo'ladi. 5 imiz qarz berganligi uchun o'zi 4 bo'ldi. 4 minus 3 imiz 1, ya'ni 153. Keyingisi 917 minus 473. Hisoblaymiz. 7 minus 3 imiz 4. 1 minus 7 qilib bo'lmaydi, chunki birimiz 7 dan kichikroq, shunga 9 dan qarz olamiz. Tevasiga nuqta qo'yapmiz. Shunda birimiz 11 bo'ladi. 11 minus 1 7 imiz bizda 4 bo'ladi yana. 9 qarz berganligi uchun 8 bo'ldi. 8 minus 4 imiz yana 4 bo'ladi. Demak, bizning javobimiz 444. Chiroyli son chiqdi bizda endi. Xo'p, keyingisi 625 minus 176 qilamiz. Va hisoblaymiz. 5 minus 6 qilib bo'lmaydi.
Shunga 2 dan qarz olib turamiz. Demak, 2 ning ustiga nuqtani qo'yamiz. 2miz 1imizga 5imizga 10 ni qo'shdi. 5imiz endi 15 bo'ldi. 15 minus 6imiz bizda endi 9 bo'lyapti. 9 yozaman. Endi yana bitta narsaga e'tibor bering. Biz 2miz 1 bo'lib turibdi qarz berganlik uchun. 1 minus 7 qilib bo'lmaydi. Demak, 6 dan qarz olamiz. Mana bu yerda yana bitta nuqtani qo'yamiz. Endi 6 2 ga qarz berib turadi. Ya'ni 10 ni beradi. Xo'p, 2miz 1 bo'lgan. 6 10 qo'shgan bo'lsa 1 plus 10imiz 11. 11 minus 7imiz esa 4 bo'ladi. 6miz qarz berganligi uchun 5 bo'ldi. 5 minus 1imiz 4. Javobi 449. Keyingisi 872 minus 395. Shuni hisoblaymiz. 2 minus 5imiz qilib bo'lmaydi, 7 dan qarz olamiz. 7miz biz 2imizga 10 ni qo'shadi. 12 bo'ladi shunda. 12 minus 5imiz 7. 7 qarz berganligi uchun o'zi 6 bo'lib qoldi. 6 minus 9 qilib bo'lmaydi. Shunga 8 dan yana qarz olamiz. 8imiz 6 ga 10 ni qo'shsa 16 bo'ldi. 16 minus 9imiz 7 bo'ladi. 8 dan o'zi qarz berdi, o'zi 7 bo'lib qoldi. 7 minus 3imiz 4. Javobi bizda 477. Ko'rib turibsiz, bizning bu mavzuyimiz ozgina qiyinroq o'tgan mavzudan ko'ra, lekin tushunib olsa bo'ladi. Agar qiynalayotgan bo'lsangiz, shoshilmasdan videorolikni ko'ring, pauzalarni bosing, o'zingiz ham fikrlab ko'ring. Ya'ni tushunmagan bo'lsangiz, videorolikni yana bir marta ko'rishingiz mumkin, hech qisi yo'q, ha? Iloji boricha tushunganingizgacha ko'rib chiqing. Xo'p, mayli, shu bilan bu 8-vazifamiz tugaydi. Video darsimiz yoqayotgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 9-vazifaga o'tamiz. 9-vazifamizni o'qiymiz. Rishton kulolchilik ustaxonasida 165 ta lagan, 520 ta piyola va 167 ta ko'za bor. Agar ustaxonada jami 935 ta idish tovoq bo'lsa, u yerda nechta choynak bor? Demak, bizda kulolchilik ustaxonasida nimalar bor ekan? Birinchisi bizda laganimiz bor ekan. Keyin bizda piyola bor ekan. Ko'za bor ekan, uchinchisi va oxiri choynaklarimiz. Shularni hammasini yozib chiqamiz. Xo'p, birinchisi lagan deyman. Xo'p, pastidan yozib ketaman. Lagan. Laganning soni bizda 165 ta ekan. Keyingisi bizda piyolamiz. Piyola deymiz. Uni soni 520 ta ekan, mana bu yerdagisi. 520 ta piyolamiz bor ekan. 167 ta ko'za bor ekan. Ko'za 167 ta. Bizdan so'rashyaptiki, nechta choynak bor deyishyapti. Choynagimizning soni bizda noma'lum. Ya'ni bu yerga biz choynak deb qo'yamiz. Soni nechtaligini bilmaymiz, lekin aytilyaptiki, jami 935 ta idish tovoq bor ekan. Lekin mana bu hamma to'rttasini birgalikda olganimizda hammasi bo'lib 935 dona idish tovog'imiz bor ekan. Bizning bu yerdagi asosiy vazifamiz nechta choynak borligini aniqlab olish. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Buning uchun nima qilamiz? Bizda qarang, oldindan jamini berilyapti. Hammasini soni 935 ta ekan. Biz hozir bilamizki, laganimiz 165 ta, piyolamiz 520 ta, ko'zamiz 167 ta. Biz bularni hammasini bir-biriga qo'shib olsak, mana bu 3 ta sonimizni. Chiqqan sonni keyin minus 935 qilsak, shunda biz nechta choynak borligini aniqlab olamiz. Birinchi o'rinda keling lagan bilan piyolani sonini topamiz.
Ya'ni 165 ni qo'shib olamiz 520 ga. Pastdan yozib ketaman. Birinchisi 165 qo'shilgan 520 ga. Hisoblaymiz. 5 plus 0 imiz bizda 5 ni beradi. 6 plus 2 imiz 8 ni, 1 plus 5 imiz 6 ni. Biz plus qilishni o'rganganmiz, bu bizga qiyin bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi, hozir biz sizlar bilan lagan bilan piyolani jami sonini topdik. 520 ni 165 ga qo'shib bo'ldik. Endi hozir chiqqan sonimizni, ya'ni 685 ni qo'shamiz 167 ga. Shuni yozamiz. 685 qo'shilgan 167 ga. Hisoblaymiz. 7 plus 5 imiz 12 ni beradi. Tagiga 2 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. Ya'ni bu birimizni yondagi son qo'shamiz, ha? Qarang. 8 plus 6 imiz hisoblaydigan bo'lsak 14 ni beradi. Tagidagi mana bu 1 ni qo'shsak 15 bo'ladi. Yozganimizda 5 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. Oxirgisi 6 plus 1 imiz bizda 7, tagidagi 1 ni qo'shsak 8 bo'ladi. Ya'ni biza lagan, piyola, ko'zini birgalikda olganimizda 850 ta bo'lar ekan. Biz hozir bilan endi jami sonidan 935 dan minus 852 qilsak, choynakni sonini topib olamiz. Shuni yozamiz. Qarang. Jami bizda 935 ta minus 852 taga qilsak, choynakni hozir topamiz. Demak, 5 minus 2 imiz 3 ni beradi. 3 minus 5 qilib bo'lmaydi, chunki 3 imiz 5 dan kichik. 9 dan qarz olib turamiz. 9 imiz mana bu 3 ga 10 ni qo'shadi, ya'ni 13 bo'ladi. Endi 13 minus 5 qilsak, 8 bo'ladi. 9 imiz qarz berganligi uchun o'zi 8 bo'lib qoldi. Ya'ni 8 minus 8 imiz 0 bo'ladi. Lekin bu 0 ni biz yozmasak ham bo'ladi. 83 da nimamiz bor ekan demak bizda? 83 da choynagimiz bor ekan. Bu bizda choynak bo'lyapti. Tagiga yozib qo'yamiz. Javob deymiz. Javob choynaklarning soni bizda 83 ta ekan. Sizning vazifangiz endi buni chiroyli qilib daftarga yozib olish. Tushunmagan bo'lsangiz yana bir marta ko'rib chiqing va o'rganib oling. Videorolikimiz yoqgan bo'lsa sizdan bitta like, kanalga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.